Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli muhtaram aziz qarindoshlar, biz tuvanda Ixlos surasidagi tajvid qoidalarini bayon qilib o'tamiz va eskartishga tegishli o'rinlarni eskartib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ixlos surasi Qur'oni Karimdagi 113-sura bo'lib, bu sura Makka da nozil bo'lgan suralarning qatoridan 4 oyat 15 kalima 47 harfdan tarkib topgan bir sura. Bu suradagi tajvid qoidalari. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah kalimasidagi Allah degan ismning lamini inchga elib o'qiymiz. Bismillahi. Chunki oldi zilliq bo'ldi bu lafzi jalolining. Bismillahi, bismillahi o'qish bo'lmaydi. Ar-Rahmandagi alif lam idgham shamsiya harfi bo'lganligi uchun lam o'qilmaydi. Ra zabarlik bo'lganligi uchun qalin alif o'qiymiz. Ar-Ra, Ar-Ra. Ha kananing o'rtasidan chiqarib o'qiladi. Ar-Rah. Mimdagi qisqa alifning ikki harakat miqdori inchkarat so'zimiz. Ar-Rahma, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahimdagi alif lammi idgham shamsiya harfi bo'lganligi uchun o'qilmaydi. Ra zabarlik bo'lganligi uchun qalin alif o'qiymiz. Ar-Ra, 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 Ar-Ra o'qisa bo'lmaydi. Han kananing o'rtasidan chiqaramiz. Ar-Rahi. Ya madda tabiiy bo'lganligi uchun ikki harakat miqdori so'zimiz. Ar-Rahi. Mimni sakin qilib to'xtasak, bu yerda madda arid bo'ladi. Shuni ikki harakat, 4 harakat, 6 harakat miqdori uzun o'ttir hal qisqa holatda suzib to'xtasak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul kalimasidagi qof harf isti'lo bo'lganligi uchun buni qalin ilib o'qiymiz 3-darajada. Lamni midirtib olsak bo'lmaydi. Qul deb midirtib olmaymiz. Qul. Huvalloh kalimasidagi hani huvalloh deb kananing o'rtasidan chiqarib olish bo'lmaydi. Huvallohu. Allah degan lafzi jalala ning lami qalin o'qiladi chunki oldidagi vav zabarlik kelgan. Qul huvallohu o'qisa bo'lmaydi. Qul huvallohu deb kananing o'rtasidan chiqarib olsak bo'lmaydi yana. Qul huvallohu kananing oxir qismidan chiqarib o'qiymiz Alloh degan ismning hasini. Ahad hamzini kananing oxir qismidan chiqaramiz. Ayn qilib olsak bo'lmaydi. Han kananing o'rtasidan chiqaramiz. Aha o'qisa bo'lmaydi. Aha dalni sakin qilib to'xtasak bu yerda qalqala qilamiz. Ahad. Qul huvallohu ahad. Allohu somad. Allohu degan kalimadagi Allah degan ismni alif lamini zavarlik bo'lganligi uchun qalin alif o'qiymiz. Alloh. As-somad kalimasidagi alif lam yerda idgham shamsiya bo'lganligi uchun o'qilmaydi. Sod ikki qatim o'qiladi, ikki qatim oldi. Harf isti'lo bo'lganligi uchun qalin olamiz. Sodni chiqarganda lavni ishlatmaymiz. As-somad, Allohus somad. Dalni qalqala qilib to'xtaymiz. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad. Lam degan kalimadagi mimni izhor qilib o'qiymiz. Lam deb uni chiqarib olishga yoki ixfa qilib olishga bo'lmaydi. Ya midirtib olishga bo'lmaydi. Lam yalid. Yalid degan kalimadagi dalni qalqala qilib o'qiymiz. Va lam yulad. Yu degandagi vav madda tabiiy bo'lganligi uchun ikki harakat miqdori so'ziladi. Yulad va lam yulad dalni qalqala qilib to'xtaymiz. Lam yalid va lam yulad. Lam yalid to'xtasak bo'lmaydi. Oxiridagi va lam yulad to'xtaymiz. Lam yalid va lam yulad. Va lam yakul lahu kufuwan ahad.
Valam degandiki mimni ham izhor qilib o'qiymiz. Ixfa qilib olishga, uni chiqarib olishga bo'lmaydi. Yakullahu. Yakun degandiki nunni lamga idg'om qilib, g'unnisiz holatda o'qiymiz. Yakun lahu deb o'qisak, yakul valam yakul lahu hani ikki harakat miqdori so'zib o'qiymiz. Valam yakul lahu qo'sa qolmaydi. Valam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan vovdagi tanvinni izhor qilib o'qiymiz. Chunki tanvindan keyin izhorning harfi bo'lgan hamza kelgan. Shuning kufuwan o'qib bo'lmaydi, uni chiqarib. Kufuwan ixfa qilib olsak bo'lmaydi. Kufuwan izhor qilamiz. Hamzaning kanayni oxiridan chiqaramiz. Ayn qilib olsak bo'lmaydi. Ahad. Haning kanayni o'rtasidan chiqaramiz. Ahad. Ahad qilib o'qisak bo'lmaydi. Ahad. Dalni bu yerda to'xtasak qalqala qilib to'xtaymiz. Valam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu yuqorida so'zlangan tajvid qoidalariga rioya qilgan asosda va eskartilgan o'rinlarga diqqat qilgan asosda o'qisak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.